Ha, ingliz tili dunyoning narigi tarafida so'zlashilishiga qaramasdan, u va o'zbek tillari orasida ming yilliklardan beri bir o'zakka ega bo'lgan bir xil so'zlar bor. Siz ekraningizda ko'rib turgan so'zlar aynan o'sha bir xil so'zlar. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Qanday qilib o'zbek va ingliz tillarida qadimdan bir xil so'zlar mavjud? Axir Angliya va O'zbekiston bir-biridan 10 minglab kilometrlar olisdagi davlatlar-ku. Javobi esa oddiy. Ingliz tili bizga qo'shni bo'lgan fors-tojik tillarining uzoq qardoshi hisoblanadi va yuqorida ko'rsatilgan so'zlarning hammasi o'zbek tiliga tojik tilidan kelgan so'zlar. Umuman olganda Hind-Yevropa tillari oilasi dunyoning eng katta til oilasi bo'lib, ingliz, rus, tojik, fransuz, hind va yana minglab tillarni o'z ichiga oladi. Aytgancha, agar siz ham ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz yozgan Uplift English ilovasidan foydalanishingiz mumkin. Atigi 190 ming so'mga ilovani xarid qilasiz va cheklanmagan muddatda ilovadan foydalanish huquqiga ega bo'lasiz.